Ha, Sodiq aka o'tiribsizmi? Ha, endi umr kuzatib o'tiribmiz-da. Ko'rmay qolmaylik, yanimizda o'tib ketib qolsa deb. Yana yillar o'tib, oylar o'tib, 60 yoshga to'lib qoldim. Bellarimdan mador ketib, pensiyaga chiqib oldim. Yaxshi. Achchiq pamil choydan ho'plab, stajlarni to'plab, qonunga yo'l topdim eplab, pensiyaga chiqib oldim. Yaxshi. İlham alıp o'tgan kundan so'zlarimni yozdim chindan. Minnatdorman Fahriddindan pensiyaga chiqib oldim. Shu pensiya yoshiga yetib kelib Xudoga shukr. Mana qancha kunlar ko'rdik Xursonali. Endi bundan buyog'i yana kunlarimiz yaxshi olsun, yillarimiz yaxshi olsun. Bu yangi yilda hech bir inson qayg'ularga to'lmasin. Hamma narsa yangi bo'lsin, xotin yangi bo'lmasin. Ayol kishi uyini naqshi, achchiq shirin so'zi yaxshi. Eskisini o'zi yaxshi, xotin yangi bo'lmasin. Yaxshi. Ijro etib udumlarni, tashlab eski buyumlarni, yangilaylik kiyimlarni, xotin yangi bo'lmasin. Ishdan to'g'ri uyga boring, gaz bo'lmasa o'tin yoring. Qo'shgan bilan qo'sha qaring, xotin yangi bo'lmasin. Yaxshi. Hamma qo'shqani bilan qo'sha qarisin.